9-12 asrlarda O'rta Osiyo o'zining uyg'onish davrini, Renessans davrini boshdan kechirdi. Bu davrda hudud olimlarining ismlari yirik fan va texnika kashfiyotlari bilan bog'liq. Ular boy ma'naviy qadriyatlar ijodkorlari sifatida insonlarda fanga, adabiyotga, san'atga va tillarni o'rganishga nisbatan ko'tarinki qiziqish uyg'ota olishgan. 10-11 asrlar arafasida Xorazmda ziyoli va talantli Abdulloh, ya'ni Al-Ma'mun 17 yil davomida hukmdor bo'lgan. U olimlar, shoirlar, rassomlarga rahnamolik qilgan va o'z atrofiga ilmning turli jabhalari bo'yicha yirik olimlarni to'plab Ma'mun akademiyasini tashkil etgan. Oradan 1000 yil o'tib 1997-yil noyabrida O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Xorazmdagi Ma'mun akademiyasi qayta tiklandi va O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining mintaqaviy bo'limiga aylantirildi. Xorazmda dunyoga kelib 783-850 yillarda yashagan Muhammad al-Xorazmiy birinchilar qatorida fan va san'atning shakllanishi va jadal rivojlanishiga asos solgan. Yangi bilim va manba izlagan Xorazmiy Bag'doddagi Fanlar akademiyasiga boradi. U yerda Xorazmiy bilan birga O'rta Osiyolik, Eronlik, Iroqlik va Suriyalik olimlar ham faoliyat olib borishgan. Uning arifmetikaga oid asari Hind usuli bo'yicha qo'shish va ayirish kitobi 12-asrda Ispaniyada arabchadan lotinchaga o'girilgan. Jahon fani tan oladiki, insoniyat o'nliklar tizimini kashf etgani uchun qadim Hind xalqiga hurmat bajo aylasa, uning amaliyotga tatbiq etilishi borasida ulug' olim Al-Xorazmiydan minnatdordir. Yevropada algoritm asarlari iborasining o'zgarishi oqibatida algoritm atamasi paydo bo'ldi. Bu atama tarixga qat'iy qoidalarga amal qilinadigan matematik operatsiyalar tizimi sifatida kirgan. Al-Xorazmiyning boshqa asari algebraga bag'ishlangan. Aljabr lotin transkripsiyasida algebra shaklida jahon faniga kirgan. Shu sabab Al-Xorazmiy algebra asoschisi hisoblanadi. Uning 3 ta qo'lyozma kitobi Qobulda, Madinada va Oksford universitetida saqlanmoqda. Hozirgi zamon tarix tadqiqotchisi matematik Depman lotin tilidagi Xorazmiyning kitobidan Kopernik, Galiley, Kepler, Pascal, Newton, Leibniz, Bernoulli, Euler va Lomonosovlar foydalanganligini ta'kidlaydi. Ibn Muso al-Xorazmiy bir qator aniq fanlar asoschisidir. Uning ko'p qirrali ilmiy faoliyati Sharqda qomusiy olimlar maktabining yaratilishini ta'minladi. Xorazmiy g'oyalari matematika va astronomiyaning nafaqat Sharqda, G'arbda ham vujudga kelishi va taraqqiy etishining poydevori hisoblanadi. Sirdaryo bo'yidagi Farob qishlog'ida dunyoga kelib 873-950 yillarda yashagan Abu Nasr al-Farobiy jamiyat fikrining rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan allomadir. Yevropaliklar uni qadimgi falsafa merosini saqlagan va qayta yaratgan deb e'zozlaydilar. Farobiy ko'p yillar Bag'doddagi arab xalifaligi madaniyat markazida bo'lgan. Bu yerda u ilmning turli sohalarini chuqur o'rgangan, Yunon faylasuflari maktabi bilan yaqindan tanishgan, fan va dinning turli yo'nalish vakillari bilan
bahs muzokaralar olib borgan. O'zining oxirgi kunlarini Damashqda o'tkazgan. Deyarli barcha sohalarga oid 160 nomdagi asarlar yaratgan. Uning asarlarini tadqiqotchilar shartli ravishda 2 guruhga bo'ladilar. Yunon faylasuflarining ilmiy merosini o'rganishga, izohlashga va yoyishga qaratilgan asarlar, boshqa ilmiy sohalarga bag'ishlangan asarlar. Aristotelning metafizika, etika, retorika, sofistika va boshqa asarlarni qunt bilan o'rganib chiqib, ularga izohlar yozgan. Shu bilan birgalikda bu asarlar mohiyatini ochib beradigan maxsus risolalar ham e'lon qilgan. Zamondoshlari Farobiyni Aristoteldan keyingi ikkinchi ustoz deya e'tirof etishgan. Farobiy Platon, Evklid va Ptolomey asarlariga ham izohlar bitgan. Farobiyning 12-13 asrlarda yozgan asarlari 19-20 asrlarda Fransiya, Angliya, Germaniya, Rossiya, Italiya va boshqa mamlakatlarda tillarga tarjima qilinib chop etilgan. Sharqning ulug' allomalari Ibn Sino, Beruniy, Umar Hayyom jomiylar uni o'zlarining ustozi deb bilganlar. Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog'ida dunyoga kelib 980-1037 yillarda yashagan Ibn Sinoning ilmiy asarlari soni 450 dan oshiq bo'lib, ulardan 160 taga yaqini bizgacha saqlanib qolgan. Uning Shifo kitobi nomli yirik asari 22 jild va 4 qismdan iborat bo'lgan. U mantiq, fizika, matematika va metafizikaga oid masalalarni o'zida jamlagan. Bu asarning asosiy qismi turli davrlarda lotin tiliga o'girilgan. Yevropa va Sharq tillarida, jumladan rus tilida ham nashr etilgan. Arab tili kitobi nomli asar ham uning qalamiga mansub. Olamshumul ahamiyatga ega bo'lgan 5 jildli Tib qonunlari nomli yirik asari tabobatning barcha sohasini qamrab olgan 5 mustaqil asardan tashkil topgan. Bu asar arab tilida yozilgan bo'lib, tibbiyot bilimlari qobusnomasi hisoblanadi. Asar lotin tiliga o'girilgan va 15-asrda ilk bosma kitoblar sifatida nashr etilgan. 1593-yilda Tib qonunlari arab tilida Rimda chop etilgan. Ma'lumki bu asar birgina lotin tiliga 30 martadan ko'proq tarjima qilingan va boshqa tillarda ham ko'p martalab chop etilgan. 8 asrdan ko'proq g'arb tibbiyoti Tib qonunlari asari ta'sirida bo'lgan. Ibn Sino davlat va harbiy tuzilish, oila va nikoh haqida asarlar yozgan, musiqa va she'riyat bilan ham shug'ullangan. Qadimgi Qiyotda, hozirgi Qoraqalpog'istondagi Beruniy shahrida dunyoga kelgan, 973-1048 yashagan yirik qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy, O'rta Osiyolik astronom va matematik Abu Nasr Mansurni o'zining ustozi deb bilgan. Abu Nasr Mansur birinchi bo'lib sferik uchburchaklar uchun sinuslar teoremasini isbot qilgan va astronomiya, matematika bo'yicha ko'plab kitoblar muallifi bo'lgan olimdir. Beruniy 16-17 yoshlardayoq Quyoshning yarim kunlik uzunligini yarim gradus aniqlikkacha hisoblagan. 21 yoshida esa katta aniqlikda ekliktikaning ekvatorga burilish miqdorini o'lchagan. Bunda o'zi yaratgan diametri 7,5 metr bo'lgan maxsus asbob
kvadrantdan foydalangan. 22 yoshlik Beruniy O'rta Osiyoda ilk bor globusni kashf qiladi. Bir qator qo'shni mamlakatlarda bo'lib, ko'plab adabiyotlari o'rganib, xronologiya yoki qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar nomli yirik asarini yozadi. Unda barcha o'tgan asrlar to'la yoritilib, Yunonlar, Rimliklar, Forslar, So'g'diylar, Xorazmshohlar va boshqa xalqlar hamda qabilalar bayramlari va solnomalari, Sharq mamlakatlari madaniyati va adabiyoti tarixi bayon etiladi. Bu esa uning nafaqat etnograf olim ekanligidan, balki adabiyotchi va lingvist bo'lganidan, arab, yunon, fors va boshqa tillar bilimdoni ekanligidan darak beradi. Taqdir taqozosi bilan Beruniy bir qancha vaqt Hindistonda yashaydi va qisqa muddat ichida bu yurt tarixini, tilini o'rganadi va bu yurtga mehri oshadi. O'zining Hindiston nomli asarida Hind falsafasi, tarixi, fani, geografiyasi, aholisining etnik tarkibi, udum va an'analari, diniy qarashlari haqida qiziqarli materiallarni to'playdi. Uning Ma'sud qonunlari nomli asarida astronomiyaga oid bilimlar jamlangan. Unda astronomiya, matematika va geografiya tarixi yoritilgan va Yerning Quyosh atrofida aylanishi gipotezasini ilgari surilgan. Beruniyning Mineralogiya nomli yirik asarida ko'pchilik minerallar, ularning xossalari va foydali qazilmalar joylashuvi haqidagi ma'lumotlar o'rin olgan. Al-Beruniy jamiyatni boshqarish, hukmdorlar bilan oddiy xalq munosabatlari haqida ham risolalar tayyorlagan. She'riyat va musiqa bilan oshno bo'lgan. Uning serqirra faoliyat haqida arabshunos Krachkovskiy Beruniyning nima bilan shug'ullanmaganini sanash, uning qaysi sohalar bilan shug'ullanganligini sanashdan ko'ra oson deganida. O'rta asrlardagi Mavarounnahr tarixi bilimdoni ingliz olimi Hilda Hookham o'z monografiyasida falsafa, tibbiyot, matematika, astronomiya, geografiya, tarix, huquq va adabiyot bo'yicha O'rta Osiyoning 9-12 asrlardagi yorqin izlanishlari keyinroq Yevropa uyg'onishiga turtki bo'lgan va Yevropa fanining 100 yillar oldingi kelajagini belgilab bergan deb yozadi.